Ashura kunining fazilati va uningda ro'za tutishning hukmi. Savol. Assalomu alaykum. Ashura kunining fazilati va uningda ro'za tutishning hukmi nima? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila taobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Ko'pchilik olimlarning qarashicha, Ashura kuni Hijriya kalendarining 1-oyi, ya'ni Muharramning 10-kuni bo'lib, bu kun ba'zi vaqaliklar va ne'matlar bo'lgan alohida bir kun bo'lg'achqa, bu kunda ro'za tutish yo'lga qo'yilgan. Ba'zi olimlar Ashura kunini Muharramning 9-kuni deb qaragan. Bu qarash Hazrat Ibn Abbas radhiyallohu anhudan kelgan deb qaraladi. Ba'zi manbalarda nurg'ulg'an vaqaliklarning mushu kunda yuz berganligi so'zlangan bo'lsa-mu, lekin bularning ko'pinchisining sahih hadisdan tarixiy chilligi yo'q. Imom Ahmad rivoyat qilgan bir hadisda bu Nuh alayhisalomning kemasi To'ban balosidan keyin Judi tog'iga kelib to'xtagan kun deb kelgan. Yana ba'zi kitoblarda bu Ibrohim, Musa va Isa alayhisalomlar tug'ilgan kun. Ibrohim alayhisalom o'tga tashlanganda o't suv bergan kun. Ayyub alayhisalomga shifoliq ato qilingan, Yaqub alayhisalomning ko'zi ochilgan, Yusuf alayhisalom quduqdan chiqarilgan, Musa alayhisalom sehrgarlar bilan baslashib, ularni mag'lub qilgan. Undaq bo'lgan, bundaq bo'lgan kun deb kelgan bo'lsa-mu, bularning ilmiy dalili va sahih asosi yo'q. Bu kunlarda yuz bergan vaqaliklardan Alloh taolo bu kunda Musa alayhisalom va uning qavmini zolim Fir'avnning zulmidan qutuldirib, Fir'avn va uning zolim qavmini g'arq qilayotgan. Bu sababdan bu kun Yahudiylar tarixida ikki davrni ayirib turadigan fasil kun hisoblangan. Alloh taolo bu kunni mundaq bayon qilgan. O'z vaqtida sizlarni qattiq qiynagan, o'g'illaringlarni bo'g'izlab, qizlaringlarni ishq silish uchun tirik qoldirgan Fir'avn guruhidan sizlarni qutqizdik. Bu Parvardigoringlarning yaxshi odam bilan yomon odamni ajratadigan cho'ng siniqi edi. O'z vaqtida dengizni yerib sizlarni qutqizdik. Ya'ni dengizning suyini o'tirdan bo'lib, quruq yo'l hosil qilib, shu yerdan sizlarni salomat o'tkazdik va Fir'avn guruhini ko'z oldinglarda g'arq qildik. Lekin Yahudilar bu kunda Fir'avnning zulmidan qutulgan va ozodlikka erishib mustaqil davlatini qurgan bo'lsa-mu, keyincha ular Alloh taolaning bu ne'matiga shukr qilmay, o'zaro ittifoqsizlik, fitna fasod va zaminda buzg'unchilik qilishib, oxiri Alloh taolo ularni vayronchilik va sarsanchilikqa duchor qilib etgan. Musa alayhisalomni qavmi bilan Fir'avn qo'lidan qutqazganlik voqeasi rost bo'lsa-mu, lekin bu qutqizishning Ashura kunida yuz berganligi Yahudiylarning kitoblaridan kelgan ma'lumot bo'lib, buning rost yoki yolg'onligi noma'lum. Lekin qandaqla bo'lmasin, Rasululloh bu kunda ro'za tutishga buyurgan. Ibn Abbas radhiyallohu anhu aytadi: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Madinaga kelib Yahudiylarning Ashura kuni ro'za tutganligini ko'rib surishtirganda ular: "Bu xosiyatli ulug' kun. Bu Musa alayhisalom Fir'avndan qutulgan kundir" deyishgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sahobalariga: "Sizlar Musoga ulardan haqliqroq, shunga ro'za tutinglar" deb buyurdi. Shunda qilib Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu kunda ro'za tutishga buyurgan. Taki Ramazon oyida ro'za tutish farz qilingan qadar bu kunda ro'za tutilgan. Ramazon oyida ro'za tutish yo'lga qo'yilgandan keyin bu kunda ro'za tutish mustahab bo'lib kelgan. Aisha radhiyallohu anha aytadi: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ashura kuni ro'za tutishga buyurgan edi. Ramazon farz qilinibdi, Ashura kuni xohlagan kishi ro'za tutib, xohlagan kishi tutmaydigan bo'ldi. Balki payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Yahudiylardan musulmon bo'lgan Abdullah ibn Salamdek ba'zi sahobalardan bu kunda ashu vaqalikning bo'lganligining rostligini bilgan yoki Alloh taolo uningga buning rostligini bildirgan bo'lsa kerak. Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi aytgandek, Ashura kuni ro'za tutish burun vojib edi desakmi, yoki boshqalar aytgandek burun ta'kidlangan sunnat edi desakmi, ishqilib Hijratning 2-yili Sha'ban oyining 2-kunidan boshlab Ramazonda ro'za tutish farz qilingan. Bu tarixdan keyin Ashurada ro'za tutish mustahab holatda qolgan. Amaliyotda Ashura kunida ro'za tutish Musa alayhisalomdan qadimki Ibrohim va Ismoil alayhisalomlardan qolgan bo'lib, Quraysh qabilasi bu kunda ro'za tutadi. Payg'ambar alayhisalom Qurayshga ergashib Madinaga hijrat qilganiga qadar bu kunda ro'za tutib kelgan edi. Aisha radhiyallohu anha aytadi: Qurayshlar jahiliyatda Ashura kuni ro'za tutadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam u kunda ro'za tutadi.
Rasululloh Madinaga hijrat qilib borgandan keyin Ashura kuni ro'za tutib boshqalarni ham ro'za tutishga buyurdi. Ramazon farz qilinibdi, Rasululloh Ashura kuni ro'za tutmaydigan bo'ldi. Shuning bilan xohlaganlar u kunda ro'za tutdi, xohlaganlar tutmadi. Demak, bu kunda ro'za tutish Yahudilarga ergishib yo'lga qo'yilgan emas. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Makkadagi vaqtida Qurayshning Ibrohim alayhissalomdan qolgan hajiga o'xshash to'g'ri ibodatlarni qilgan holda bu kunda ro'za tutgan. Keyin Madinaga kelganda burunqidek ro'za tutib, Musa alayhissalomning Fir'avndan qutulgan bu kunda ro'za tutib shukr qilgan. Ba'zi olimlar Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam vahiy orqali bu kunda ro'za tutishga buyurilgan, Yahudilarning shariatiga ergashganlik uchun ro'za tutmagan deb qaragan. Yana ba'zi olimlar dastlabki chaqlarda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ahli kitoblarning islomda cheklanmagan ba'zi faoliyatlarini ularni islomga moyil qilish uchun qilgan, keyin islom kuchayib bo'lganda ulardan farqlanish uchun Ashuraning oldi keynidagi kunlarni qattiq tutishga buyurgan, lekin ro'za tutishni bekor qilmagan. Bu Makka fath qilinib, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam vafot bo'lish oldidagi yillar edi. Qiblami burun Baytul Muqaddas bo'lib, keyincha Ka'baga o'zgartirilgan edi degan. Yana bu kunda yuz bergan islom tarixiga kuchli ta'sir ko'rsatgan voqealiklarning biri bo'lsa, Imom Ali roziyallohu anhuning o'g'li Payg'ambar alayhissalomning nevrisi Imom Husayn roziyallohu anhu va uning urug' tuqqanlarining mushu kunda, ya'ni Hijriya 61-yili Muharramning 10-kuni Karbala cho'lida qonxo'r iroqliklar tomonidan vahshiyona o'ldirilishidir. Aslida Iroqlik shialar Imom Husaynni Iroqqa taklif qilib, uni xalifa qilmoqchi bo'lganda, Imom Husayn oilasi va jamoatidan 100 kishini olib Iroqqa borgan. Karbala cho'liga kelganda ahdida turmaydigan Iroqlik shialar xalifa Yazidga setilib, Imom Husayn va uning jamoatiga zo'r qo'shin bilan xoinlarcha hujum qilgan. Imom Husayn bu qo'shinga hamrohlari bilan bir qancha kun taqobil turib, favqulodda boturlik bilan jang qilgan bo'lsa-mu, bu zo'r qo'shin oldida son jihatdan oz kelib qolib, hamrohlari bilan shahid bo'lgan. Keyincha ozg'in shialar bu kunni o'zini kachatlash va qamchilash orqali o'zining qilmishlariga pushaymon qilib o'tkazadigan ta'ziya va motam kuniga aylantirgan. Hozirmi Eron, Iroqdagi ba'zi islom ellarida shialar bu kunda o'zlarini kachatlaydi va qamchilaydi. Bu islom ko'rsatmasiga xilof bid'at ishdir. Keyincha shialar bilan siyosiy kurashlarda bo'lgan Umaviylar jamoatimi bu kunni o'z manfaatlariga qo'llanib, har xil tabriklash faoliyatlarini paydo qilgan. Shialar qattiq qayg'urish va hasrat nadomat izhor qilishsa, boshqalar yo'yinish, surma-surkash, kangtasha yeb ichish orqali xushalligini izhor qilishadigan bid'atlarni paydo qilishgan. Hatto bu vaqtda yolg'on hadislarni to'qishgan. Lekin bu kunda biz qilishimiz kerak bo'lgan ish bo'lsa, faqatla ro'za tutish orqali bu kunning fazilatiga erishishdir. Imom Muslim sahihida rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ashura kunida ro'za tutish to'g'risida so'ralganda, o'tgan bir yillik gunohlarni yo'yib yetadi degan. Bu kunda ro'za tutmoqchi bo'lgan kishi 9-kunini qatib ro'za tutishi mustahab bo'ladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Ashura kunida ro'za tutib, sahobalarni ro'za tutishga buyurganda sahobalar: "Ey Rasululloh, bu Yahudi nasoralar urug'laydigan kun" deyishgan. Buni anglab Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: "Inshaalloh kelar yili kelsa 9-kuni ro'za tutamiz" degan. Biroq Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam yana bir yil kelguncha olamdan o'tgan. Yana bir hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: "Yahudilarga zid ish qilib, uning oldida bir kun, orqada bir kun ro'za tutinglar." Bularga asosan olimlar mundaq degan: Ashura kunida ro'za tutish 3 daraja bo'ladi. Birinchisi 9, 10 va 11 kunda 3 kun ro'za tutish. Ikkinchi 9 va 10 2 kunda ro'za tutish. Uchinchi yolg'iz 10 kuni ro'za tutish. Imom Ibn Taymiya rahmatullohi alayhi aytadi: To'g'risi, bu kunda ro'za tutgan kishining 9-kunini qatib tutishi mustahab bo'ladi. Chunki bu Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam oxirgi umrida ko'rsatgan ko'rsatmadir. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytadiki, kelar yilga qadar hayot bo'lsam, cho'qim 9-kunini tutaman. Mana bu Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam yo'lga qo'ygan sunnatdir. Bundan boshqa odatdan tashqari yemak-ichmak tayyorlash, yangi kiyim kiyish, ko'p pul xarjlash yoki surma surkash va atir chechish yoki maxsus namoz o'qish, qurbonlik qilish
va o'zaro pati o'qishish qatorliqlari bo'lsa yomon bidatlardandir. Bundaq ishlarni ya payg'ambar sallallohu alayhi vasallam, ya uning xalifalari yoki undan keyingi imom Malik, imom Abu Hanifa, imom Shafi'i qatorliq islom olimlari mustahab deb qaramagan. 9-kunini muqaddib ro'za tutishga olimlar 3 xil sabab ko'rsatgan. 1. Yahudilarga zid ish qilish uchun. 2. Juma kunida yolg'iz ro'za tutmaslikdek, Ashura kunidami yolg'iz tutmay, bir kunni uninga juplash yusidan 9-kunida ro'za tutish yo'lga qo'yilgan. 3. Ay ko'rishda xatolik yuz berishidan ehtiyot qilib, oldingi kunda ro'za tutib xotirjam bo'lish va Ashura kunini o'tkazib o'tmaslik yusidan. İmam Muslim sahihida rivoyat qilgan Ashura kunida ro'za tutish 1 yillik gunohlarni yo'yib yetadi degan hadisining mazmuniga kelsak, olimlarning deyishicha bu kunda ro'za tutish orqali yo'yib yetiladigan gunohlar kichik gunohlardir. Bu o'tgan yoki keladigan yilning gunohlaridir. Navoda kichik gunohlar bo'lmasa, cho'ng gunohlari yengiltiladi. Cho'ng gunohlarmi bo'lmasa, darajasi o'rlatiladi. Bu Alloh taolaning fazli va iltifotiga bog'liq. Ammo cho'ng gunohlar faqatla rastchil tavba qilib, gunohiga pushaymon qilish, qayta qilmaslikqa bel bog'lash va boshqalarning haqqini egiziga qaytarish bilan yoki Allohning rahmati bilan yo'yiladi. To'liq shartlari bilan ado qilingan haj bilanmi yo'yilishi mumkin. Ammo boshqalarning haqqiga tajovuz qilgan bo'lsa, bu gunohlar faqatla shu haq egalarining roziligini bilanla yo'yiladi. Vallohu a'lam bis-savob. Eng to'g'risini Alloh bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatullah. Fatvolar majmuasi 2-tom, 43 numaralı fatvo.